Balalar, hammalar programmamızga hoş geldinglar. Ana til komiteti qarmaqidagi Uyg'ur akademiyasi qarmaqidagi Uyg'ur ana til komiteti qarmaqidagi ana til gulzori sayfimizningki ikkinchi soni davomlashyotidi. Bugungi ana til gulzori programmamizga Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabidan qimmatli mehmonlarimizni taklif qildik. Ular bilan hamsuhbatda bo'lish orqali ustozlarning qimmatli tajribalari va qimmatli fikrlarini huzuringizga sunishga tirishamiz. Bugungi mehmonlarni bir tanishtirib o'tsam, Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabidan Yulduz muallim, xush keldingiz. Malikizat muallim, xush geldiniz. Buldum. Gülnur muallim, xush geldiniz. Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabidan o'quvchisi Nasrullah, xush geldiniz. Undaqda ustozlarni bir o'zini bir qisqacha tanishtirishga taklif qilsak, avval Yulduz muallimdan boshlasak. Marhamat, Yulduz muallim. Assalomu alaykum. Ana til suhbatiga qatnashgan sevimli ustozlar, Malikizat, Gulnur, aqalliq o'quvchimiz Nasrullah, riyosatchi singlimiz Abida va ekran oldida mush programmani ko'rayotgan qadrli qarindoshlarimiz, hammanglarga men Yulduz Tiyipjondan güzel salomlar bo'lsin. Davomli konuşturamdım ya. O'zingizniki ilgari shug'ullangan kasbingiz va hozirgi bu maktabga nima sabab bilan o'qituvchi bo'lib kirib qoldingiz? Shu jarayonlarni bir o'rtoqlashib bersangiz yaxshi bo'lardi. Bo'ldi. Men Yulduz Tiyipjon, tug'ilgan yurtim Sharqi Turkistonning Urumchi shahrida tug'ildim, o'sdim. Oliy maktabni atalmish Shinjang universitetida o'qidim. O'qigan kasbim til adabiyot kasbi. O'qishni bitirib 6 yildan ortiq Tarix jurnalida muharrir bo'ldim. 99-yili Avstraliyaga oilam bilan jam bo'lishga keldim. Shundan e'tiboran Adelaide shahriga Yulduz o'tiraqlashib qoldim. Uyg'ur tili maktabiga men kelib 2-haftadan boshlab o'qituvchi bo'lib xizmatga bordim. O vaqtlarda mening qaynotam o'sha yerda ishlaydi ekan. O kishining hamidan xo'shib ketgani Uyg'ur tili maktabimizga bir o'qituvchi ko'paydi, mush kasbni bildigan birisi keldi deb xo'sh bo'lgan ekan. Garchi o'zim o chog'da tajribasiz bo'lsam-mu, lekin bolalarimizga Uyg'ur tilidan ozroq bo'lsa-mu dars beralaydiganligimdan xo'sh bo'lib bu sakka ketildim. Hozirga qadar mana 10 yildan ortiq ishladim. Bir orliqda xizmat o'qish va ikkinchi bolamning tug'ilishi bilan dam olgandim. 2016dan boshlab yana maktabga qaytib kelib, hozir bu maktabda yuqori yillikda dars o'tyapman. Ham o'tgan yilning oxiridan boshlab saylan bo'yicha men maktabning mudiri bo'lib, hozir shu mudirlik xizmatida o'tab kelyapman. Rahmat. Rahmat sizga. Undaqda Malikizat muallim o'zini bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsa, qani ekran marhamat. Rahmat. Men Malikizat G'ayrat. Men vatanning shahri Qashqarda tug'ilgan, Qashqarda o'rta maktabdan shu yerga tugatgandan oliy maktabni juda o'qib, 95-yili iqtisod universitetini tugagandan keyin osh maktabda ishlagan, o'qituvchi bo'lib ishlagandim. 99gacha, 95-99gacha osh maktabda o'qituvchi bo'lib ishlab, 99 Avstraliyaga keldim. Kelib 2004gacha ishlayamadim. Bolalarım tug'ilib, qalqadim tug'ilgach, o'qigach ishlamadim. 2004dan 2009gacha 5 yil yaslida ishladim. O'zim uyda shaxsiy yasli ochgan bolalar ma'rifini o'qib, yasli 5 yil yasli ishlagandan keyin, boqgandan keyin 99dan boshlab, hozirgi 2009dan boshlab hozirgacha tarjimonlik qilman. Asosiy kasbim odatda shu tarjimonlik. Onun tadbirki yana shu Avstraliya Musulmon ayollar uyushmasida ma'muriy xizmat qilaman.
Maktabda ishlaganimga bir 6 yil bo'ldi-ku deymi, 7 yil. 2011dan 2014gacha ishlagandim. Keyin 2014 vatanga berib, qaytib kelib 2018gacha ishlayapman. Ondan keyin 2018 birinchi yil, ikkinchi oydan boshlab maktab sektorida ustozlarga qo'shilib, hozirgacha ishlab kelyapman. Rahmat. Rahmat muallim. Mushu o'qituvchi bo'lish sababingiz haqida qisqacha to'xtalib bergan bo'lsangiz, xohlasangiz. Qanday bo'lib bu maktabda o'qituvchi bo'lishni tanlab qoldingiz, ya'ni? Bo'ldi shu menmi? Mening shu 3 bolam boğaçqımızda tug'ilib cho'ng bo'lgan. Uyg'ur maktabga akirish jarayonida Uyg'ur menmi o'qituvchilikda shu boshda dastlabda fidoyi ona bo'lib ishlash orqali boshladim o'qituvchi bo'lishni, kurslarni o'qib. Shu o'zimning bolalarga o'rgatish ham shu o'qituvchi bo'lish salohiyati, shu kerakli kasbiyatlar, kurslarni tugagandan keyin men bolalarga o'rgatganman. Maktabda shu Uyg'ur tili, vatanda Uyg'ur tili o'qigan, ham Uyg'ur tilida o'qib, ham miyadimi ozroq tildan qiynalmaydigan yerim bor bo'lg'achqa bolalarga, o'zimning bolalarim bilan tang tug'ilgan shundoq bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatsam sharaf deb albatta xush bo'lma bolalarimizni Uyg'urlikda cho'ng qilish hamma ota-onaniki, biz Uyg'ur ota-onalarniki orzusi, umidi. Shu umidda ishlab ketdim. Rahmat, Malikzod muallim. Navbat Gulnur muallim kelib qolibdi. Gulnur muallim o'zini bir qisqacha tanishtirib o'tgan bo'lsa, keyin oldingidagilarimizga. Assalomu alaykum, ehtimolli barliq do'stlar, yaxshimisizlar? Men bilan Mavlon. Men vatanimiz Sharq Turkistonda Urumchi shahrida tug'ilib o'sgan, cho'ng bo'lgan, asharda o'qigan boshlang'ich o'rta o'quvlarni to'liq o'qishni 3-yil chiqqan vaqtida oilamizlar bilan, ya'ni 2012-yil 6-oyda Avstraliyaning Janubiy Avstraliya, ya'ni Adelaide shahriga o'tirib chiqib qoldik. Shuni bilan 6-oyga kelgan bo'lsam, 7-oydan boshlab aşağıda bir Uyghur maktabının bağlılığını dadam tarafidan anladım. Uyghur maktabda bir vakansiz degandan Uyg'urlarni keliblam jiq odam bilan uchrashmagan gibi Uyg'urlar balki men bir ko'p vaqaychi deya umid bilan maktabga bordim. Uning qasam shunday jiq bolalar balki o'zimni kichik bolalarnidek yaxshi ko'rmoqchi. Shuning bilan bir mush maktab ishlasam qanday bo'lar deb maktabni bir bilan paranglashdik. Adlatda meni yargab jumalib qildik. Shuning bilan Çiftlikten bir dostumuz bilen birleştirdim. Yani kurslarını kılan buldum buna. Kalbiye hazırlıca şunu arkadaşlar. Rahmat, Gulnur muallim. Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabininki mudiri hozir Yurtuz muallimga biz o'zini qisqacha tanishtirish bilan shuni bilib o'tdik. Yurtuz muallimni hozir shu maktabning bir umumiy ahvoli haqida bir tushuncha berish kerak. Yurtuz muallim, marhamat. Bo'ldi, men bir maktabimiz haqida to'xtalib o'tay. Bizning maktab muajiratdagi maktablar ichida Qozog'istonni hisobga olmaganda eng burun qurilgan tarixi uzun bir maktab deb bilamiz. Bu yil 11 ayning 15 kelsa bu maktab qurilganga 30 yil bo'ldi. Oson emas. Ayni vaqtida bu maktabni shu Janubiy Avstraliyada yashayotgan biz qadamlarimizdan Ahmet İgenbadi ustozimiz qatorliq bir qator o'tirak peshqadamlarimiz, vatansuvar, ma'rifatsuyarlar birlashib bu maktabni, ya'ni Avstraliya hukumatining Janubiy Avstraliya ma'rifining yordamida ham qo'llashida hisob berish bilan bu maktab shu chog'da qurilgan ekan, ya'ni Turkiston jamiyati tarmog'ida qurilgan ekan. Keyin Sharqi Turkiston jamiyatiga o'zgardi jamiyatimiz. Shundan e'tiboran bu maktabda dastlab bu qurilgan maktab kichik bo'lsa zo'rayib, kengayib, buni hozir 106 o'quvchimiz bor. 5 sinfimiz bor, yoshiga, saviyasiga qarab. Ondan boshqarish komitetimiz bor, fidoyi onalar guruhimiz bor. Endi bizni qo'llayotgan shu o'tkirak fidokor ota-onalar bor.
Bu 30 yılını bu hazırga mına ulumak dastlabki vaqtlar bilan hozir asonqi kamid deb o'ylaymiz. O'zimiz ishlash jarayonida buni texim his qildik. O jarayonda nurg'un bu maktabga to'p qo'shgan fidokorlarimiz bo'ldi, o'qituvchilar bo'ldi, maktab mas'ullari bo'ldi. Shularning izidan besib hozirgi maktabimiz turibdi, taraqqiyot bosqichiga o'tdi desak bo'ladi. Tuzumlarimiz bir qadar muntazamlashgan, har jihatdan sistemlashgan, yordamchilar ko'paygan, sharoitimiz yaxshilangan bir holatga keldik. Men mush fursatda shu maktabimiz uchun to'p qo'shgan barliq to'pkorlarga, shu ustozlarga hurmatimizni bildiraman. Undan boshqa shu maktabimizni hozirgidek holatga keltirish uchun bolalarni her yaşam gün vaqt chiqarib maktabga kelayotgan, her jihatdan yordamda bo'layotgan, bizga rag'bat berayotgan ota-onalarga, maktab fidoyi bo'lib ishlayotgan shu fidoyi onalarga, boshqarish gruppasiga va suyimlik fidokor o'qituvchilarga bir hurmatimizni mishada bildiramiz. Shaxsan o'z nomimdan va maktab nomidan rahmat bildiraman. Hozircha maktabni ahvoli haqida shuncha to'xtalay, yana keyingi temalar qolganda davomli so'zlaymiz. Yılını qatnashgan suyimli qarindoshlarim ham ekran oldidagi barliq aziz vatandoshlar, sizlarga oliy ehtirom salomlarimni yo'llayman. 1992 yılı 4. ayının 25. günü Avustralya'da Şarkı Türkistan Cemiyeti'ne kurulacak. Cemiyet kurulgandan keyin şunu ulaştırıplar 1992 yılı 11. ayının 15. günü cemiyetin karmağında Uygur Ana Til Mektebi'ni kurgan bulduk. Mektep kurulgan vaxtıda 20'den 30'gacha o'quvchilar bo'lgan bo'lsa, mana 30 yıllık taraqqiyot jarayonida o'quvchilarimiz necha hassa bo'lib ko'paydi. Allohga shukrlarkim, hozirgi vaqtda maktabning o'qish, o'qitish va boshqa ishlari nihoyatda yaxshi ketyapti. Bizning bu maktabimiz o'zining qurilishi bilan dunyodagi Uyg'ur diasporasida birinchi bo'lib kurulgan mektep hesaplanatı. Bugünkü günde bizden tirişcan muallimlerimizdeki gayreti bilen, ata-ana hem ailelerninki yardımlışı bilen mektebimiz yukarı bir terakkiyat baskıçığı yetti. Mana şularning hemmesi bizden tirişcan halkımızdan özünün milli mevcutluğunu saklaş için kıvatkan çoğun küreşlerden birisi de hesaplayman. Ana til bir milletin mevcutluğu da intayın çoğun rol oynaydı. Şunun için mi Ukraynalılar ananı unutsan unutkan, ana tilini unutma degan bir akıllık makal temsilini oturup koygan. Bizden hazırki vaktimizde memleketteki ahvallar hemenlerge tunuşluk. Milletninki hazırki vakitte bir yıkılış girdavı turvatkallığı inip. Şunun için dünya boyudaki Şarkı Türkistanlıkla Uygurlarının en çoğun vazifelerden birisi ana tilini saklaş hem milli mevcutluğumuzda kurdaş. Men muşu sözüm bilen bağırlık ana til mektebideki o'qituvchilik qarindoshlarımga shuni aytamanki, ana tilni mangulikka saqlab qolaylik. Ana til uchun barlig'imizni ato qilaylik. Kelgusi bir Uyg'ur tilini ravon so'zlayoladigan avlodlarni yetishtirishga tirishaylik. Hammalarga cho'nqur salomlarimni yo'llayman. Rahmat. Rahmat, ustozga ko'p rahmat. Nihoyatda qimmatli taklif fikrlar bilan hammamiz o'rtoqlashgan bo'ldik.
Janubiy Avstraliya ana til maktabining o'quvchisi Nasrullo Mehmon bugungi bu programmamizga mehmon sifatida qatnashdi. Tuanda Nasrullo o'zini bir tanishtirib o'tgan bo'lsa, qani marhamat. Bakır rahmet. Assalamu alaikum. Ben Nasrullah Mehman. 19 yaşa kirdim. Hazır ben üniversite Soğuduluk okuyatıma bir yıl geldim. Şu hem şeydeki Uygur yaşlarının grupsida ben sekreter bulup hazır işini okuyatıma. Ya şu başka gap yok. Cihnim yok bende tanıştırdık. Rahmat. Hammalarga ko'pdan ko'p rahmat. Endi shu maktabdonlarninki bir tafsiliy ahvollari bilan qadam-qadam bir tanishib o'tgan bo'lsak, maktabda o'quvchilarga qaysi saviyalarda ana til darslari beriladi? Shu haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz, Yulduz muallim, marhamat. Bo'ldi. Bayı dep ötkendek mektebimizde 5 sınıf var dedik. Onundan başka bir küçük grubumuz var. Onun ismini Nişan grubu dep koyduk. O makballarımızın şu özüge okşaş tatlılardan notalar, mayısılar, gunçalar, çiçekler, ısılar dep sınıflarımızga çıkarıp isimlerini koyuyorgan bulduk. Ballarımızın en töven yaş çeklemesi 4 yaştan başlandı. Yani bular tayyorlik sınıfının mu tayyorligi desek bulandı ki en küçük balalarımızdan başlandı. Bu sınıfның balları şu gümnormalım yapmangan sınıf buludu. Onundan keyin o sınıftan keyin bular asasiyatda nemish qildi deganda bular xat yezib ilib berdi savat chiqarmaydi albatta. Bular o'zininki shu o'ynash orqali Mesela gestihalar üyengenlerini Uygurçalaştırıp, Uygurça oyunlar arkalı, Uygurça tavuşlarını kandak çıkarımız, atalgılarını kandak atayımız, Uygur oyunlarını kandak oynayımız diyendek asasiyatin oyun arkalı mektepke basam Uygur dostumunu görümen, Uygur dostum bile oynayman diyen şu bir hissiyatta yana. Uygur mektebini yaxşı görüp durup, söyüp durup bu ballarımız mektep kevatıdı. Tayyorlik sınıfımı hazır qancha o'quvchi olib ketdi? 36 o'quvchi bormi hazır? O'quvchilarimiz mi ko'p? Har hafta hammadan baldur aktiv keladigan sınıfımız bu ballar. Onundan keyingileri şu dastlabki savat chiqarishga, ya'ni qo'l ko'ndirish, savat chiqarish darajasi bo'yicha epmag'di. Umi yana shu hozirgi tayyor materiallarni o'zlashtirib, o'zimizga moslashtirib, shu orqali dars berildi. Onundan sel yuqurluğa vaqtida odatdagi so'zlarni yozadigan darajaga borgan bolalar, mesela oddiy qo'shoqlarni ayta oladigan, shularning ma'nosini tushunadigan, jumlalarni ozroq tuzab yoza oladigan daraja bo'yicha shu sinflarga chiqadi. Onundan keyingi sinfga shu malika zot mas'ul bo'lib, shu to'van yillik bilan mening sinfimni ulaydigan ko'riklik rol o'ynaydi hisobda. Oddiy jumlalarni yozish, masalan, eng oddiysi bir jumlaning oxirida bir tashkil bir chekit keladiganligini bilish deganda grammatik bilimlarning eng oddiysi, qo'shoqlarni yodlash, uning ma'nosini tushunish, ondan faoliyatlarda o'zlarininki o'rganganlarini shu faoliyatlarga chiqib ko'rsatish degandek. Şu basqıçqa kelgandan keyin bu bolalarning saviyasini ancha-muncha imtihon ilib, ayrim ko'rishib degandek, ondan mening sinfimga chiqadi. Chiqqandan keyin grammatikalik bilimlarning dastabidan boshlab, ondan oddiy jumlani qo'shma jumlaga qanday aylantiramiz, tinish belgilarini qanday ishlatamiz degandan tortib qo'shma jumla, abzas yozish, tarjima qilish, kichik abzaslarni, kichik hikoyalarni Uyg'urchadan inglizchaga, inglizchadan Uyg'urchaga, ondan nutq so'zlash, notiqlik darslari degandek shu bir qator darslar mening sinfimga chiqqan o'tiladi. Endi bu darslik materiallari ko'p, lekin hamma darslik materiallari asosiyatdan o'zlashtirib, moslashtirib o'tiladi maktabda. Endi hozirgi saviyalarimiz maktabning shunchalik eng yuqori yillik
balalarımız hem de köpünçe 15 yaştan aşkandan keyin Ali mektep imtihan beriş işleri hep de ahırda işleydiğin işleri çıkıp kali sebeplik bular to'xtab qavatıdı. Lekin bularni bir amal qilib yana qayta ekirib edish arzuyumuz var. Lekin şu bu bolalar bilan yana vaqtimizni to'g'rilayolmay shu plan bilan ketyapmiz hozirgacha. Mush Nasrullohmi bizning o'quvchimiz deymiz. Yaqinda maktabdan to'xtadi. Lekin shu o'rgangan bilimlarini oilada yana mashq qilib, jamiyatda, jamoatda bu bolamiz bunday aktiv ishlab ketyapti. Demak, mushtaq bolalarimizni yana qaytadan maktabimizga ekilib bir cho'nglarninki bir sinipi qilish orzuyimiz bor. Rahmat Yıldız Muallim. Hakikaten bu şu hemkarlık asasida bir-biringlar bilan moslashib turib mana shunday go'zal xizmatlarni qilyapsizlar. Haqiqatan ona tili o'qitish masalasida nurg'un masalalar mavjud, hal qilinmay turayotgan. Bo'libmi chet elda tug'ilib o'sgan bolalarga nisbatan bu haqiqatan bir oson ish emas. Bu ishning ichida turib baqqan odam buni bek cho'nqur his qildi. Shu masalalardan uchragan sizlar qaysi masalani shuning jarayonida bir eng qiyin keladigan masala nima shu ona til o'qitish jarayonida sizlarga eng bir tas bilinadigan masala qaysi bo'ldi shuni bir bilib baqqan bo'lsak. Malikzod muallim sizni ekranga olsak, marhamat. Ovoz itilib qoldi Malikzod muallim. Hem çıktı değil mi? Ha. Şu Avustralya'da, chet elda deylik, barliq muhaciratdagi Uyg'ur xalqimizning hozir beshidagi bir cho'ng masalaning birisi, chet elda tug'ilib cho'ng bo'lgan bolalarning tilini Uyg'urcha o'zimiz so'zlaydigan shu ona tilda ravon qilish, bir ota-ona bilan bo'lgan aloqada bir qiynalmay so'zlashib, fikr almashtirishga bir imkoniyatiga ega bo'lish. Shaxsan men bir ona bo'lish sifatim bilan bolalarim bilan ba'zi vaqtlarda Uyg'urcha ko'pincha Uyg'urcha so'zlashib qilamiz. Masalan, eng oddiysi ko'z bilan ko'rgan bo'ladigan, qo'l bilan tutqun bo'ladigan narsalarni Uyg'urcha deyish, so'zlashish, oddiy gaplarni deyishga bo'lgan bilan, lekin mavhum narsalarni masalan ko'z bilan ko'rgan bo'lmaydigan tarbiya xarakterlik, sal akademik deymiz, sal ilmiy usuldagi paranglar bo'lib qolsa, so'zlashamaymiz Uyg'urchada. Bolalarimiz tushunamaydi. Tushansimi, yuzaki tushunib qoldi, deya yerga bormaydi. U chog'da yana shu inglizcha so'zlab amal yo'q ashta o'tib ketamiz. Endi shunlashqa bizning shu eng cho'ng bosh og'riqimiz, g'imimiz shu bolalarimizga o'zimizning tilida bir fikrlashib, do'st bo'lib, yaxshi o'talaydigan, gaplashalaydigan bo'lg'achqa, buning amalini muallimlar bilan jiq o'rtoqlashimiz, resource deymiz-ku, manbalardan ko'p foydalanamiz, hammamiz deyishimiz. Masalan, bir muallim birsimiz, bir manbadan bir foydali usulni ko'rib qolsak, u usul qaysimizning sinfiga tushadi. Hozir Yulduz deb o'tgan sinflarniki saviyasi bo'yicha deb o'tgan sinflardagi bolalarning qaysiga tushadi. Masalan, men bir material ko'rsam, adis ashunda qilmada Gulnurga yoki Yulduzga, Yulduz sizning sinfingizga mos keladigan mazmundagi materialdan siz ishlatib beqqan, balki sizga to'g'ri kelishi mumkin deb Yulduz bilan paylaşıma yoki boshqa ma'lumotlar bilan, boshqa ma'lumotlarmi Gulnurmi hadama sizning sinfingizga mos keladigan material ekan deb ashunda usullarni bir-birimizga tunishtiramiz va yoki deyishimiz. Bizniki muallimlar guruhimizda shahar maslahatlaşimiz 100 turana ba'zi vaqtlarda muhim ishlar bo'lib qolsa, paranglish orqali o'qitish usulini yaxshilash orqali bolalarni qiziqtirib, shu ko'proq so'z o'rganib, ravon so'zlaydigan qilsak degan shu bizning eng cho'ng bosh qitimchiligimiz bor bu jihatda. Lekin ko'p hollarda biz muallimlar o'zaro hamkorlashimiz, usullarni bir-birimizga tunishtiramiz. Paydalanamiz, tam paydalanib, hatto mundaq narsalar, masalan, men bizniki idorada mening shu Janubiy Avstraliya musulmon ayollar uyushmasida bizniki musulmon ayollarga dars beradigan
musulmon bo'lgan bir ingliz ayol bor. O ayol musulmon ayollarga ingliz dars o'tadi. Men hatto ash ayolniki darslik materiallarini ko'rib, meningki bolarimning saviyasiga mos keladigan qismlarini ash ayolniki uslubi bo'yicha tarjima qilib darsimga o'taman. Agar uningdan yuqoriroq bo'lib qolsa, yulduzga tunishtirma mavzusini qo'llansak bo'lgandek degandekchu. Ashundoq qilamiz asos jihatdan. Rahmat Malikzod muallim. Ko'rsatayotgan tirishchanliklaringlar madhiyalashga arziydi. Shu astoydil holatda butun vujudinglar bilan bu xizmatga o'zinglarni atab qilayotganliginglarni his qildim. Ona til o'qitish jarayonida biz kutilmagan bir ishlar bo'lib qoldi sinfning ichidan. Kutilmagan bir ishlar va o'quvchilardan kutilmagan bir savollar kelib qoldi. Ba'zida o'qituvchi o'zimi qanday muomala qilishni, qanday javob berishni bilmay turib qolgan bunday ahvollarga shaxsan men yo'liqib boqqan. Mushunda bir ahvollar cho'qim sizlarga uchrab turdi. Mushunda bir masala yo'liqqan vaqtida qanday pozitsiya bildirdinglar, mushuni bir bilib boqqim kelyotdi. Bu to'g'risida xohlasangiz Gulnur muallim siz bir so'zlab bergan bo'lsangiz, marhamat. Ben endi mening sinfimda kichik sinf bo'lg'achqa alohida bir ahvollarga uchrab boqmadim. Lekin hozirgi sinfimdan biza cho'ng sinfning bolalariga dars o'tgan vaqtimda bolalar bek umoq sabiy bo'lgandan keyin uning ustiga chet eldagi bolalar bek tuzlan. Nima kallasida o'ylasa shuni bevositlan bu adamlar bilan ifodalaydi-da. Şu an bana uchirgan bir qiziqarli ham g'ayri mushkalla shunchalik o'ylay olibdi degan narsa. Birsi özümüzden yurtlarını konuşturan vaqtida bir balam qo'pib sen Sharq Turkiston deb so'zlaysa sen Sharq Turkiston berib boqqanmi deb so'raganda 26 yoshli bola mendan so'radida deb gulkab ketgan, faxrlanib ketdim. Bolam men berib boqqan, men shu Sharq Turkiston tug'ilgan Sharq Turkistondan kelib mishal o'qidim deb javob berdim. Andan keyin yana bir balam qo'pib endi ba'zi vaqtda meva-chevalarning gaplarini qilamiz, meva-cheva to'g'rilib o'tganda har bir yurtning mevalarini maqtaymiz deganda shu yana bir o'quvchim tutib men anjir yeyishni beklayapman. Yanlarda ishlab meva daraxtlari bor bo'lsam, ma'lum men o'yamda bor. Men anjir yeyishni bek yaxshi ko'raman, lekin men faqat otishning anjirini yeb boqmagan. Olsam yandikilardan otishning anjir bek danglika deganda yurkam qatlanib qoldi-yu, fursat kelib qolar shu yerga berib şu atışның bağıdın əncirlərini üzüb yeydiğanğa da filan. Əncirlərini yesəkdə urub qoyub yeydiğan qaydalarımız var. O aşlardan tatıb vallahi da bədilmişdə urub yeyimiz atış qobasan aşda yer. Dikim yedim hazırca. Nişə dikim yaptırsan buldu. Desem hem akıla da tüketdi. Onun dikim gene yurtla toğuduk sözge vaxtımızda Qashqa yetqa toğuduk. Yen bir oğul oquvchim muallim Sharq Turkiston borsam aeroplandan tushibman yetganini ko'ramdim. Uni o'qib ketdim. Voy jinim balam tushibman yetganini ko'rmaysan, nishaga o'xshash aeroplandan tushib mashin bilan uniki yetganini oldiga berib ko'ralaysan. Demak, bizning to'liq emas, gerçi ozdan parcha-parchalab o'tgan narsalarimizni hem ota-onalarning uyda shu yurt to'g'ri gap qilishlarimi abbalning kalisiga kirdi degan gaplar shu bolaga ta'sir qildi. Uydagisi bilan maktabnikini bog'lashtirib, bizga shu gapni og'zidan chiqarib beradi deb shaxsan men bir faxrlandim bolalardan. Meni uchirgan qiziqarli ham hayron qolgan naslalarim sinfimdan mushlarni boshqa ma'lumotlarni o'rtoqlashdim. Marhamat Malikzod muallim xohlasangiz sizin bir o'rtoqlashib bergan bo'lsangiz. Endi mening o'rtoqlashmoqchi bo'lgan kichkina bir narsam bugun yuz berdi. Mevalarningki ismlarini yozgan vaqtda bir narsa bir materialdan nima qilib chiqqan, besib chiqqan qog'ozga üzüm degan so'z bor ekan-ku. Jumla tuzab boqqan desam, bizning Qorada o'zlariniki birisining qurasida bor ekan-ku, üzüm bor dedi. Ha yaxshi deb sen necha so'z ishlatding deb degandek ashtaq mening sinfimningki saviyasida bolalar asosliqi so'zlikni asos qilgan bo'lg'achqa shunlar jumla ishlatgan so'zlarni sanab qilamiz emasmi? Shuning bilan u
Mening yan birisi qopib meningki qurayımda üzüm yo'q degandi. Ha sening qurangda üzüm bo'lmagan bo'lsa, qandaq meyveler bor meyvelarni sanab boqqin desam, inglizcha persimmon deymiz. Persimmonni nima deydiki, biz uni bay yulduz bilanmi deyishib nim qilamadik. Shu vatanda shiz deydiku, pomidorga o'xshaydigan qizil tatlıq bir meyve bor. Aşının ismini meme bilmeykenimiz bilmeykenimiz o bizim vatanda çıkmaydigan meyve başka. Ha şunu bilan meme dedim anadaki balamga sen bu uyankilerden sorğun, apanda'dan sorğun, meme malumlar bilan deyişip sana tapşırıq bolsun bu. Yani deyişip keyinki saatte aşı isimni ortaklaşaylı desem buldu dedi. Şunun o'xshash aşında birlik kelmagan altalg'ular bo'lib qolsa qiynalamiz. Bizning chunki Uyg'ur tilida hozir birlikka kelgan nimo kitob, ilm-fanlar manba ko'p, lekin shuni o'zlashtirish, shuni amaliylashtirishda shu qiyinchiligimiz bor deb o'ylayman. Shunchalik ahamiyatli ham shunchalik ko'ngillik bir muhit haqiqatan. Yulduz muallimning bundaq bir uchragan masalalarini anglag'im kelyapti. Xalsınız Yulduz muallim sizmi qisqacha sinflaringizning ahvolini bir kayfiyatini tanishtirgach bir so'zlab bersangiz bo'pti. Mening sinfimda ancha-muncha ko'rilib qoldi bunda ahvollar. Bizning bu cho'ng muhitni epsak bizning Adelaide Avstraliyadan deb qo'yamiz boshqa yerdagilarni cho'ng uy kelgandek kelinglar turib ketdinglar deb chaqchaq qilib qo'yamiz. Boshqa davlatlardan kelganlarga biz shunday hissiyat berdik. Bir xil vatan qaytib qolgandek, masalan, G'o'ljidan kelganlar G'o'ljiga o'xshatadi, Qashqardan kelganlar Qashqarga, G'o'ljidan kelganlar G'o'ljiga degandek, shunday bir Urumchidan kelganlar Urumchiga degandek o'xshatib qoldi. Demak, bir xil o'zimizning yurtidek bir ta'sir beradigan bir mehri istiqlom kichiklan bir shahar Adelaide. Bu yerda bizning xalqlarimiz bakki zich o'ltiraqlashgan bo'lg'achqa, maktab bilan uyning orlig'i eng jiroq deganlari bir 20 minut haydamdiki mashinani. Shuni biz jiroq deymiz hamda. Mening uyim maktabga 5 minut ketadi mashina haydasam. Ashta odat o'tgan bo'lg'achqa bu bolalar odatdimi bir rayonda bir mahallada necha oila bo'lib ketdi hozircha. Do'konlarga chiqsangiz, shu diqqat qilmasangizlar, gapga diqqat qilmasangiz Uyg'ur uchrab qolgan. Kechiringlar meni. Shunday. Ashta ahvollar bor. Shunga Uyg'urlik muhiti bak kuchlik demdi. Shunga bolalarningki boshqa davlatlarda qandaqkin tushunishi, uydagi Uyg'urlik muhiti, anda mumlar boqadigan, bo'g'lar boqadigan bolalar bor oilada. Bu mumlar ingliz so'zlayolmagandan keyin yili G'o'ljidan kelganda, yili Xotandan kelganda so'zlaydigan bolalarimiz bor. Bir singlimiz dedi menga ben balarimning ingliz so'zlaydiganini bir anglab baqsam ekan deb shunda yo'ldirib ketsammi, voy ana ajab bir turdika ingliz so'zlasak uyda Uyg'ur so'zlaydilar deb mushtaq deydi dedi. Menga bek ta'sir qilib ketdi bu gapchi. Mishalarda cho'ng bo'lgan, tug'ilgan bolalarning ashundaq oila muhiti bor-da, demak. Mo'malar boqqan bolalarning gapini anglasangiz, chaqchaqlarni qilsa, mush aqlingiz lol bo'lib qoldi. Shundaq tatliq endi. Shunda muhitda bo'lg'achqa bolalar bir-birini shu tatib Uyg'ur maktabida o'zaro chaqchaq qanabs chaqchaq darsimiz bor. O'zaro chaqchaqlashib qo'yamiz qizlar bilan. Voy g'aybat so'rini qilaylik deb qo'yamiz qiz o'quvchilar bilan. Qiziqchilik o'rnida. Shunda bir o'rganish muhiti bor bizdan bu yerda-chu. Bu til degan shu muhitga bog'liq-ku hamda vatandagilar muhit bo'lmasa-mu Adelaide boshqa davlatlarga qaraganda til o'rganish muhiti bor. Ondan bolalarimiz hamda bugun mendami bir necha savol so'radi. Bugungi darsim Uyg'ur taomlari haqida bo'ldi. Uyg'ur urf-odatlarining taomlarga o'tdik bugun. Ozroq so'zlaydi deb. O'zinglar yaxshi ko'rgan taomlardan bir 10 ni yozib beqinglar shu haqda darsimizni o'tdimiz deb biroq bizning an'anaviy tamoqlar haqida so'zlab o'tgan vaqtimizda bir bola o'zining yozganini toza o'qib ketdi. Toza shu dapenji deb turib, dapenjini bek yaxshi ko'raman, shundoq spicy deb degan ochiq demakchi-ku. Yana bir bolamiz men ding so'myanni bek yaxshi ko'raman deb xuddi Uyg'urcha so'zlagandek so'zladi. Bu ding degan shundoq qiziq anglab ketdi menga. Bu tilninki Xitoy tiliga bilamizlar, "Oshtoqma, ajab opam bizga demabdi" deydi. Balki opamni bilmasligi mumkin, ya bo'lmasa opam dadan kunib qolgan. Lekin bunun biz chiroyli ismlarni qo'yib oldik. Shu bo'yicha atayli deb
Onun Uygurca atalışını dedik mesela. Degen küçük bolgandan keyin faqırap turgandan keyin Mervay çöp qorması desek bulamdı eken desek, oy çıraylık buldu eken dedi. Nemişki bunda ögünüp qalgan boğaydı bizning ota-onamiz, nemişki bunda demidi bizge dep ilqi balla ayran qap ketdi de. Ondan juvava deyiştir ba. Onu tügür deyli mundaq bolgandan keyin dep desek, ha bu mu çıraylık kısım eken dep bugün bolgan ahvalda emasdan gende başqalarını taza esleyemeymä burunqi. Ondan toxu qorması dep onun gaplarını qilishdik. Demek bu balalarımızmış öydeki muhitda atanız neyim degan bolsa ha bu Uygur tili o'xshaydi dep shundaq aplik Uygurcha so'zlagandek so'zlab shunda bir qiziqchilik bo'ldi bugun sinfda. Lekin ügüniş muhiti bor bo'lg'achqa o'zgartmakmi osonroq deb o'ylayman. Bak tas bir g'ayriy muomalalar uchrab ketmadik, chunki biz doim uchrashib turgandan keyin ba'zi Yıldız yo'qolib ketdi. To'g'ridan masala chiqib qoldimi va Nemish bo'lgandi? biz suhbatimizni davomlashtirg'ach turayli undaqda. Ha, Birdam saqlab boqaylik bir 5 sekund. chiqib qoldi. Bo'lmasa davomlashtirayli. Haqiqatan shunchalik qiziqarli bolalarniki bu sabiy tasavvurlari bilan birlashgan shunchalik bir go'zal muhit haqiqatan. Bu gaplarni anglab o'tib shunchalik bir menda bir umid shakllangandek bo'ldi. Garchi biz o'zimizning vatandan yiroq yerda yashayotgan bo'lsakmi, shu bolalarimiz ya'ni o'zining bir uyg'urligini saqlab, uyg'urcha tafakkur, ya'ni uyg'urcha o'zlik bilan shundaq bir yashayotganligi, ya'ni shundaq ota-onasidan, o'qituvchilardan shundaq bir ulguni ilib, shu narsalarni shakllantirganning o'zi bak umid bag'ishlaydi ekan insonga. Men bak hoş buldum. Şunçalik ümitlendim. Bulupmu mesela Türkiye'nin de bilsek Türkiye'de Uygurlar cıqamdı. Hakikaten cıqamdı. Başka devletler qaraganda. Bu yerda hamda Uygurcha öğreniş, yani Uygurcha örf-odatni saqlash ve özümüzden milli kimligimiz bo'yicha yashash bu ilqi başka devletler qaragan vaqtida osonroq bo'lishi mumkin deb qarayman. Ammo Avustraliyadagi hamda bu devletlarda bundaq bir holatni saqlash bek cho'ng bir tirishchanlikni talab qildi haqiqatan. Mushuning o'zidan men mush Avstraliyadagi ota-onalarningki o'qituvchilarning qanchalik cho'ng kuch chiqarayotganligini, tirishganligini men his qilib ketdim. Mush munosabat bilan yana bir qatim sizlarga rahmat aytaman. Ajrlarimiz, tirishchanliklarimiz hech qachon zoya bo'lmaydi. Bek xush bo'ldim. İnşallah. Bugungi bu programmamizga shu maktabninki Avstraliya, Janubiy Avstraliya Uyg'ur tili maktabining o'quvchisi Nasrulloh Mehmon ishtirok qildi. Biz ko'ryapmiz Nasrulloh inimizni. Shu inimizdan bir so'rag'im kelyapti. Nasrulloh inim, siz anglashimcha shu o'zingizning yeshidagi bolalar qaragan chog'da Uyg'ur tilini nihoyat yaxshi öğrenipsiz. Hem şu Uygur tilida yani Uygur tili, ana tili merkez kılınğan her qanday bir faaliyetler bo'lsa, shunchalik aktiv ovoz qo'shar ekansiz. Undan keyin Avstraliyada bo'lgan Uygur davosiga oid faaliyetlarniki hammasidan aktivlik bilan boshqalarga ulgu bo'lib xizmat qilib kelyapsiz. Shunchalik bundan xushal bo'ldik. Bu hakikaten bir çoğun tirishchanlik bedel talab qilgan narsa ekanligini biz biraz ilgari ham so'zlab o'tdik. Bu jarayon siz nurg'un qiyinchiliklarga duch kelsiz va u o'zingizningki hozirgi holatingizni saqlab qolish va texnik taraqqiy qildirish uchun siz bedellarni to'laysiz. Buni biz es qila olamiz. Shu jarayonda sizningki uchirgan qiyinchiliklaringiz nima? Ya'ni o'zingizningki shu ana tilingizni o'rganish jarayonida va men shunday o'zingizdan bir Uygur ro'yi bilan bir aktiv holatda faoliyatlaringizni davomlashtirish jarayonida uchirgan qiyinchiliklaringiz qaysi qiyinchiliklar bo'ldi? Shularni bir so'zlab o'tgan bo'lsangiz, inim marhamat. Rahmat, rahmat. Bayım degandek shu hozir haliqi o'zimning tilini saqlab qilish hozir eng taslim qiyinchilik bo'lyapti. Kichigim tortib Uyg'urcha so'zilgan, mayli cho'g'im bo'lgansili haliqi shuni saqlab qilish, shu kimligimni, shu Uyg'urcha ana tilimni saqlab qilish hozir eng taslimi deb o'ylayman.
Həmələqə bəzi vaxtlar ma huklarımı öydə ingilis sözləb qalsa, huklarım məndən kiçik məni tillab, hey, mənə ingilis sözləysə, Uyğur sözləməmdə məni tıllaydı aksini. Şu aşna öydə aşna qıptımısaq, şu aşna unut qalmız ki. Mən hazır şu Uyğur məktəb barmağınğa hazır 2-3 illik bu qaldı. Qayna qarasınız şu tilimni çaynab oturma. Həm bəzi vaxtlar məşədəki ballar bilan Uyğur sözləb qalsaq mı, bəzi vaxtlar arasığa ingilis qoşab sözləyimiz bir-birimizni minko xandab nimdə aşağı sanxo qılmız birimizni mo. Şu Uyg'urcha ham inglizcha alışıp sizilgandikin. Ama şu bazı vaxtlarda mı maktablarda jıqballar məşədiki musulman maktablar bağandikin jıqlar şu Uyğur ballar. Şu bazı vaxt aşna praktis qılalıda başqa millatlarning oldida ular bir gapni bilolmasın da özümüz bir-birimizga Uyg'urcha so'zlaymiz. Ya futbol bo'lsa shu har ham Uyg'urchani shu ashna qilib praktis qilib ashna saqlab qilish jarayonida ashna qilaylik deb o'zimizga ashna nima oldik. Shu eng tasnimi shu saqlab qilish. O'z kimligimni, ana tilimni saqlab qilish shu eng qiyinchilik nima bo'ldi, bo'g'atdi. Ətrafınızdakı dostlarınızla muşunu saqlab qilishqa targ'ib qilib, o'zingizni shunga tirishchanlik ko'rsatib kelyapsiz. Xohlasangiz bir asar yoki bir she'r o'qib berishga taklif qilsak, bir o'qib bera olasizmi? Okey, ma'qul. Bugun men o'qiydigan she'r bir tip olay. Məşə adlaydıqə hədimiz Aygül Tamça degan yazğan adam şu Aygül Tamça yazğan şeir bayram seni yurtqa elib barman degan şeir. Ötgan yil məşə bizning özümüzün Cumhuriyet günüge dadam ma yatlarda berib mən şu günü yatlığan şu aşın bir yatlı oxub berək. Mərhəmət. Tün qoynidan tavlanıb ta tangıça büyük nişan otluq arman oğlumen. Kök asmınım ay yıldızım hamradur. Bayram seni yurtqa elib baraman. Əsrlərdə ecdad köreş izleri mening üçün yeni yollar tüzledi. Əhdim vətən, gurur vətən, can vətən. Bayram seni şunda qutlab alaman. Pen mərfət, ilim-mu irpan çaxnağan, ixlas bilən buvam şundaq yaşağan. Düşmenge tex yürgümdə bir arman, bayram seni yurtqa elib baraman. Tağlarını körmüsəmmu tuğlub, qanlarımda ili dərya suyu bar. Yetti evlat şundaq uluq arzuyar, bayram seni yurtqa elib baraman. Rahmet. Rahmet. Şiirim Rahmet olan, çıraylı qo'yatdan. Shunchalik güzel bir deklamasiya bo'ldi. She'rning misralarimi vatanparvarlikni aks ettirgan, vatan idisini aks ettirgan bir güzel she'rga rahmat sizga. Balam. Rahmat. Shunchalik bir qaytadan bir umidni ko'rgandek bo'lyapmiz. Rahmat. Programımız davamlaşıyordü. Qadrli ekran oldidagi ko'ruvchilar, qadrdon ota-onalar, suyimli Uyg'ur farzandlari. Sizlarning maktabda Yulduz muallim kirmadi? Kirdik. Tamam, davamlaştıraylik. Şu anlaşılışçı mektublarda ana tili o'qituvchi bilan birga Uyg'ur davasi birlashtirilgan mana shunday bir holat borki, faqat ana til o'qitishi bilan shug'ullanib qolmasdan Uyg'ur davasi uchun hamda Uyg'urlik ro'yini bolalarga singdirishdan sirt Uyg'ur davasi uchun bir amaliy harakat qilgan, uning uchun bir amaliy ish qilgan bir holat borki, shunday bir qilishinglardagi, ya'ni ana til o'qitish bilan Uyg'ur davosini birlashtirib tang'ab berishinglarningki bu ahamiyati haqiqatan yuqori, buni hammamiz his qilamiz.
Muşunaq bir birleştirip qilishinglarga nima sabab bo'lib qoldi? Shuni bir ekran oldidagi do'stlar bilan bir o'rtoqlashib berishinglarni umid qilamiz. Xohlasangiz Yulduz muallim shu haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsangiz. Buldum. Hazır mana kögünanlarda o'quvchimiz Nasrullohning o'qigan she'ridan buning misolini ko'rdinglar deb o'ylayman. Çünkü maktabda shu vatanparvarlik darsi qo'shilib berilgan bolalarimiz mush xil ruhda tarbiyalandi. Endi maktabga qaytib kelsak, hozirgi sharoitimizda biz atdiganlik dersimiz cho'qim bayroq chiqarishdan boshlandi. Gerçi bizning kichik shu tayyorlik sinfning tayyorligidagi bolalarimiz bizning aytgan davlat marshimizni tushunmasimi? Shuningki muzikaning melodiyasiga ergishib, bu bir yaxshi gaplarni qilibdi, yaxshi gaplar ekan deb turib, suyunib turib, o'ng qo'lni so'l ko'ksiga qo'yib, biz bilan birlikda davlat marshini aytadi. Cho'ngroq yillikdagi bolalarimiz bo'lsa, buning ma'nosini tushunib turib, g'urur iftixori bilan shu naqshimizga, davlat naqshimizga jo'r bo'ladi. Uningdan keyin darsimizni boshlab ketamiz. Demak, bu maktabda yangi boshlanganda ancha umumlashmagan bilan hozir cho'qim atdiganlik darsimiz bayroq chiqarishdan boshlandi degan shundoq bir ong hamma bolalarimizningki kallasiga singib ketdi. Atdiganda bolalarni olib kelgan onalar bo'lsin, yo otalar bo'lsin, to'xtab turib, ba'zilari shu davlat marshini aytib o'tdi, biz bilan birga ondan xo'shlashib, shu yerdan qaytdi. Bu maktabimiz bir hisobda shu mayli cho'nglarning bo'lsin, yoshlarning bo'lsin bir uchrashadigan bir markazga aylanib qolyapti hozir. Atdiganda kelib bolalarni qo'yib qo'yib, o'zaro paranglashadigan paranglar bo'lamdi. Yinimizla masjid var, masjid qildigan ishlari bo'lamdi. Mayli qanday ishlar bo'ldi, atdiganlik shu bayroq chiqarishdan keyin boshlandi. Atdigan bilan bizning davlat marshimiz shu yerda yangraydi. Undan keyin endi sinflarga kirib ketamiz. Har bir oyda masalanga eng oddiysi 11-oy oz qolgandilar bolalar biladi. 11-oylik darsning ichiga cho'qim jamiyat kunimiz haqida dars kirgizilgan. Barıl inqilobi bo'lsa, Barıl inqilobi haqida. 5-fevral vaqasi oz qolganda shu oyda shu voqea haqida, Urumchi vaqasi bo'lsa 5-iyul shu voqea haqida ish qilib, qaysi oyda qaysi voqea bo'lgan bo'lsa yoki xotirlaydigan qanday bir ahamiyatli kunlarimiz bo'lsa, shu cho'qim buni darslik ichiga kirgizimiz. Birinchi yil o'zlashmasa, ikkinchi yil o'zlashidi bolalarga bu darslik o'rnida. Şu vaqt so'zlab beramiz, albatta bolalarning saviyasiga qarata tushunishda qilib so'zlab beramiz. Endi bir namoyishlar bo'lsa-mu, namoyishdan burun shuarlarni, namoyish axloqi haqida, namoyishda qanday kiyinib chiqish, namoyishda qanday ishlarga diqqat qilish, qanday shuarni qanday vaqtda to'lash, u shuarning uyg'ur ma'nosi nima, bu qatimliq namoyishda nima bu shuarni to'laymiz degandek mush haqdami bolalarga dars beramiz. Bolalarımızmı şu bo'yicha shu yerga chiqqanda shu tashkiliy tuzum bo'yicha shu namoyishlarga moslashadi, masalan faoliyatlar bo'lsa, vatanparvarlik haqidagi Nasrulloh bolamiz o'qigandek she'rlarni o'qiydi. Har xil faoliyatlarda ish qilib, Uyg'ur tilini, o'zining vatan sevgisini ifodalaydigan nomerlar bo'lsa, bosh tatmay turib aktivlik bilan qatnashadi. Bu xil holat shunchalik umumlashib ketdiki, bolalarimiz buningga yo'q qilmayman deydigan hozirgacha undaq bir Tanlışımı yok. tanlışımı yo'q ham. Uyga borsa ota-onasi besim qiladi, maktabga biz besim qilamiz. Dastlabda bilmay yo'q degan bo'lsa, keyincha buni tushungandan keyin, bu ishning ahamiyatini bilgandan keyin qilaman deb turib qiladi. Masalan, Uyg'urcha cho'qim kiyinib kelsan desa, cho'qim Uyg'urcha kiyinib keladi. Mundaq qilsan desa, cho'qim shunday qiladi. Ham namoyishlardagi bolalarimizning shu turgan vaqtlarini balki Facebooklarda, taratqularda ko'rsizlar, shunchalik aktiv bizning Uyg'ur maktabining bolalari. Amush Nasrulloh bolamiz demaklik bir turkum bolalarimiz bor. Jamiyatimizning tayanch kuchlari bular. Yoshlar guruhisida. Bular hozir shunchalik aktiv bilan faoliyat etmayapti ekan, hamda shunchalik hamda qolganlar uligi olmay qolmaydi-da. Bularni men deyman, akalaringlar undaq qildi, hadlaringlar bundaq qildi, shunda cho'qim shunda bo'lishinglar kerak deb turib shunday bir ulgilarni ko'rsatib turib bolalarimizni etmayapmiz. Demak, bolalarimiz hamda vatan sevgisi bilan tarbiyalanadi. Bolalarimizni vatanning o'tida ko'yib, suyida oqadigan farzandlarni qilib bergusi.
Ondan ondan başka ballarımız o faaliyetlerden başka özümüzdeki annenevi bayram yiyet mesela kurban yiyet, roza yiyet, Noruz, Doppu bayram, Andı Tıl günü, Uygur Tıl günü. Demek bütün faaliyetlerde ballar özlerinki en aktif faaliyetinde katlaşıldığını bulağıcı. Tədil болып qalğan təqdirdə şu aildə, gruplarımız bilan əlaqələşib durub bu ballarımızın fəaliyyətə iştirak qılğızımız. Hazırca ballarımızın əhvalı şunda yaxşı ketibatıdı. Bunun həmmisi 2 saatlıq dərs bilan həll olmaydı ekan. Şu aildəki ailəvi mühit, ata-analar bilan məktəbnin maslaşışı, özara qollaşı jarayonda bu xil halət şəkilləndi. Rəhmət. Rahmet Yıldız Muallim, rahmet. Hakikaten bu tahirsiz bir mesele. Keyin qılay deb degilib bo'lmaydigan bir tahirsiz mesele. Texmi yaxshi xizmatlarni, natijali xizmatlarni qilish nasib bo'lsin. Programmada men bu ziyorat jarayonida shunchalik anglagan sari xursand bo'lib umidlanyapman. Alhamdulillah shunchalik ma'rifdan kutadiganmiz oxirgi umidni. Undan boshqa bizga umid beradigan cho'ng bir narsa qolmagandek bu holatda bu bolalarımızın bu ahvoli bizni shunchalik suyundirdi ekan. Boya Nasrullah inimiz o'ziniki shu uchirgan qiyinchiliklarni so'zlagan vaqtida bir gap qildi. U gapi menga shunchalik ta'sir qildi. Masalan, do'stlari bilan birga paranglashgan vaqtida, ya'ni Uyg'urcha gap qilmagan vaqtida bir-birsini Mikoxan deb sangli qildi ekan. Masalan, bu Mikoxan degan gapning o'zi Xitoycha gap, ammo bu gapning bir iliqi Mikoxanning bu iliqi demakchi o'g'li Uyg'urcha bilan u Xitoychani aralashtirib so'zlaganning o'zini bir masxir qildigan, bir u tanqidlanadigan bir narsa holda kelgan bir ideyasining o'zi bu bolalarning madiyalashga arziydi. Haqiqatan. Men bundan bak xushal bo'ldim. Masalan, shu munosabat bilan bir o'zimizning bir qisqacha ahvolini deb o'tab ketsak, hamda shu Turkiyada shunchalik Uyg'urlarning jiqligi ham Uyg'urlar jiq ham Uyg'urcha muhit boshqa davlat qaraganchaqda quyuqroq. Ammo shu Turkiyaning o'zida Uyg'urcha gap qilish o'zimizning imkoniyatimiz bor turib, diyalaydigan turib, uningga bekorlar turkcha gapni aralashtirib olgan yo boshqa gaplarni aralashtirib olgan bunda ishlar ko'p uchraydi. Men buni ko'p shohid bo'ldim. Ba'zida bilib, ba'zida bilmay. Masalan, men bu ba'zida bilib bilmay aralashtirib qolgan ahvollar bo'ldi, ammo bu iliqi buni shunda bo'lib qopti deb o'tkazuvchidigan ish emas. Bu bir boy deb o'tgandek haqiqatan tahirsiz bir masala. Biz buningda gap so'zlarimiz balalarimizga o'qituvchilar, ota-onalar bütün ulgu bo'ldigan, ta'sir qilgan bunda bir muhim bir masala bo'lganligi uchun xuddi shu yosh bolalar shu Nasrullah hukumimizning ichidagi boshqa inilarimda shunda bir kayfiyatni, shunda bir ongning idealning shakllanishini shunchalik umid qildim. Hatta sap Uyg'ur tilida paranglashmasa bir-birsini zangli qilgan, tanqid qilgan shunday bir narsa shakllangan bo'lsa deb o'ylab ketdim. Nayt bir yaxshi bir holatga tirishchiligimiz bilan bu bo'g'isi asoslanishlar yaxshilanib ketgisi inshaalloh. Programmamiz davomlashyapti, nayt yaxshi davomlashyapti. Gulnur muallimdan bir savol so'rsam. Gulnur muallim, siz anshuncha 19 yoshingizdan boshlab ana tili o'qituvchisi bo'lib ekansiz, kichik holatda bu xizmatga kiribsiz. Maşallah, shunday bir yilqi kichik vaqtingizda o'zingizdan shu xizmatga o'zingizni atab, ya'ni shu bolalarning ichida ulardan keyin nurg'un qiyinchiliklarni hal qilib, bunda turishingiz bir sabab bo'ldi albatta. Bo'lib cho'ngroq bolalarni o'qitish qaragancha kichiklarni o'qitish bek tez, bek haqiqatan tez. Bu cho'nglarga qaragancha kichiklarninki uchraydigan qiyinchiliklari bekrak ko'p bo'ldi. Kichikroq bolalarni o'qitish jarayonida mening his qilishimcha uchraydigan masalalar bir qadar cho'nglarga qaragancha ko'proq bo'ldi deb o'ylayman. Siz ham shu xizmatni shunchalik kichik holatda bir tanlab shu xizmatning ichiga jaboliq bir xizmatning ichiga kirishingizga bir nima sabab bo'lib qoldi? Shu haqida bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Marhamat. Rahmat. Savollarga yaxshi ko'rdim. Endi eng asosiy sabab shu maktabga borgan vaqtimda men dedim ki en başta o'zim bolalarni yaxshi ko'rmayman. Bolalarni yaxshi ko'rishni har xil bo'ldi. Endi hamma ota-ona o'zining bolasini yaxshi ko'rdi. Ham u bolaning mayli yaxshi qilqi bo'lsin, mayli achchiq qilqi bo'lsin, u ota-onasi chiroyli ko'rindi.
Lekin bizning balamiz sep qilibsa, haqiqatan yaxshi ko'rolmaydi-da. Shunga o'xshash bolalar har xil bo'lgandan keyin u maktabga kirgan kunimi shu nurg'un har xil mijozdagi har xil bir 20 dak bola bo'lsa, 20 bolaning ichida 10 o'xshamaydigan mijozni bayqadim. Hem ba'zan bolalar shunda qiziqib kelganlikda uyg'ur tilini. Ma'lumning og'zidan chiqib o'quvchi degan tang savol so'rab qildi. Lekin ba'zan bolalarimiz qarsam, menga bekrak ta'sir qilgani shu bir oz qism bolalarda u bolalar hech nimani bilmaydi ekan. Ma'lum gap qismi deb o'tirdi ekan. Demak, u bolalarning uyg'urcha gap qismi imkon yo'q degan gap. O'z sinfning ichida lekin kallasiz nima o'ylayotganini siz hech nima bilmaysiz. Shuning bilan men to'xtab tur, nimishqa o'xshash sinfning ichida mushu bolalar ep ketalaydi, nimishqa bu bolalar tushunmaydi. Balkim mushu bolalarga azroq kuchsak, bular azroq bir narsani bilib qoladigan saviyaga berib qolar. Agar men mush maktabga kirib qolsam, cho'qib bu bolalarga yaxshilarga yordam qilma. Ammo men faqat tushunmaydiganlarni hech bo'lmaganda olma desa ko'z oldiga bitta olma degan qizil bo'ldi, yeshil bo'ldi deb shu narsani akasamni hisobiga ilib bilan maktabga kirdim. Onun için o mektep kirgan vaqtimni shu to'liq ikkinchi yilni o'qiyotgan vaqtimda Avstraliyaga chiqib o'qigandim. Orqadan endi o'zim kasb tanlaydigan vaqtimda to'xta qaysi kasbni tanlasam bo'ladi deb o'zimning kichkindan orzuyim yo muxbir bo'lish yo riyosatchi bo'lish. Shuni qilaman chet el chiqsam degan qattiq umidim bor edi. Onunki opam öydənmizdən bir adım barmaq bu balam mabul deydi. Opam qopub dadanın kəsbi boyunca sen doktor bu, sen qıp giderleysen canlıq boğan için dedi. Şunu bilen doktorluk qap qaldım. Qaysını qılay, dadamın kəsbini qılaymı, özəmmin arzusunu qılaymı, biya qarsam balla qaysını qılay deb axırı toxta. Bal deganni ota-onalar qusaq vaqtida boshlab tarbiyalash kerak. Men hech nima qilib beramisam, mush kasbimni o'zgartirib bo'ldi. O'qituvchi bo'lmayman. Mush bolalarga Avstraliyaning ma'rif sistemasida o'qib, Uyg'ur tilimizni mush bolalar ep ketalaydigan. Chunki ingliz tili maktabda nimishqa 2 yoshli bolalarni yasayib boradigan bolalar bor. Ma'lum o'rtoq ko'p desa, hamma gaplarni tushunmaydi. Nimishqa Uyg'ur maktabga 4 yoshli bolalar kirib, o'rtoq ko'p degan gapni tushunmaydi. Men cho'qim inglizlarninki o'qitish metodini ishlatib o'zimizning bolalarga Uyg'ur tilini o'rgatib boqay. Balki uning unumi boshqacha bo'ladi deb turib 11-sinf vaqtimda, 12-sinf vaqtimda to'liq o'tirmadim. Shu yasli ma'rifini qo'shimcha tan qilib qildim. Uningki o'zim uyda 3 yil, 2,5 yilda yasli ham ochdim bolalarimiz bilan birlikda. Uning shunday foydasi bo'ldi. Uyg'ur maktabga masalan bolalar qanday muomala qilish, qanday bolaga darsni qanday shunday jiq jihatda yordam bo'ldi. Orqadan o'zim hozir universitetda 2-yillik yana yasli ma'rifini o'qiyapman. Ham o'zim Montessori'da ishlayman. Nerede uygangan bir narsam bo'lsa, masalan, oshni cho'qim Uyg'ur maktabga akab ishlataman. Uyg'urchilashtirib ishlataman. Masalan, oddiy misollar bersam, hikoya o'qiydigan vaqtimizda biz har kun bir hikoya kitob o'qiymiz. Burungi vaqtim bo'lsa, masalan, hech qanday dars metodim yo'q vaqti bo'lsa, faqat ko'nglimda ba'zan o'tadigan vaqtim bo'lsa, kitobni tanlab, o'zim tanlab, har degan maktab o'qiymiz deb o'qib beraman. Lekin hozir uygangan narsalarni amaliyat ishiltish uchun hozir bolalarga her bir hafta bir bola o'z yaxshi ko'rgan kitobni akelsin deyman. Unda deyishimizga sabab chunki bola kitobni bek yaxshi ko'rganligi uni ichidagini o'qimasammi, mazmunni bilib bo'ladi. Ham siz biz o'zingiz bu bilgan bir narsani boshqalarga to'g'riliq bir mazmun chiqsa, hammamiz gap qo'shimiz bu. Masalan, to'g'riliq gap chiqdi, bizni o'yda mundaq deydi. Shuning o'xshash kichik bolalar shu. O'z bildigan bir narsa chiqsa, do'stlar bilan deyish keldi, do'stlarga daftarga keldi. Shunga bola o'z yaxshi ko'rgan kitobni akilib, shu kitobni so'zlasak yo o'qisak, tun diqqati bilan anglaydi hammasi ham shunday qiziqadi, ham shu bolani deydi. Undan keyin yana bir qo'llangan metodim masalan, o'yin shaklida, hamma narsa o'yin shaklida. Odatda yaslida o'ynaydigan o'yinlarni maktabga akilib, masalan, dars bilan hech qanday munosabat yo'q o'yinlarni maktabga akilib, masalan, puzzlelarni bir narsani kurashtiradigan o'yinlar bor. Uni qanday vaqtida shifna deganda sinfda 30 bolam bo'lsa, 30 bolaning ichida bir 7-8 dak bola faqat o'z bilan hech kim bilan gaplashmaydigan bolalar bor. Shu vaqtda
to'xtatdi deb o'yinga kelganda hammamiz araloqqa kirib o'ynay olgandik. Faqat hech kim bilan gapirishmaydigan bolalarni har bir guruhga chekiydi. Anadagi o'yinning tariqasida bolalar bir-birisi bilan konuşudu, bir-birisi bilan gapirishdi. Ashta qilib do'stlik muhitini shakllantirdi. Anadagi unumi mening intizomni saqlashimga shunday yaxshi foydasi bo'ldi. Endi yana bir yerim mesela intizomni o'tiringlar, kuponlar deb unda tashkillab ketmayman. Sinf kirgan vaqtimdan tortib ash o'yin tariqasida sinf kirgan birinchi kunimdan çoğun alaydıkım balla bilen dost olmuşlar. Çünkü siz müşahedeki ekran aldığındaki dostum, müşahedeki dostum hepimizle yakın dost bulduk. Biz dostumuzla, yakın dostumuzla her kadar gibimiz diğerlerimiz, çoğunluğumuz yerim boğan vakti diğerlerimiz biraz yapalım. Aşına okşayıp siz bu balla bilen dost bularsanız, balla diğerimiz mesela teypiyatta kırayım. Bir de yeri kaldığımı yine ya hoş yapmadığımı dersizimi istesem, ben pek yirip kattıma yapım akşam vakti oynagantım yapım oyun oynagantım ya etiye oyunumla oynap yerim kapalan öyle şun kallamda hazır şu vardı. Mesela hazır yengem yok diyende tepki verdi. Onun için ben ona ne iş yok. Bazen ballarım orunda Türk ders anlaydı. Bazen ballarım oturup anlaydı. Bazen ballarım yitip anlaydı. Mesela birisi otarsa çok 30 bal oturuş gerek de planlayın. Birisi yitip varsa çok her Allah yitiyor onlar demeyine. İhtiyari kuyup yerine. Kuyup birden vaqtda kuyup yerine, jığıvaldan vaqtda jığıvaldan şunun bilen ballarımı ne işletken usullar ulanın özünün İngilizce sesini boğandikin. To'xta, u maktabdan ashtaqdik, bu maktabdan kelsam şu qoidaga bo'ysungan o'xshash narsa bo'ldi degan shakllandi. Shuning bilan sinfni atmayishim oson bo'ldi, bolalarni men bilan moslashishim oson bo'ldi. Undan keyin bolalar ichilib men hamma gapni men do'sturdek bilan ma'noda deyarlaydi. Mesela teneffüslerde men bolalarım, ba'zan bolalarım chiqdi, ba'zan bolalarım o'tirib men bilan kichik 4 yoshli bolalar men gap tikilib, men bilan paranglashib boshladi. Mal ta'sir qilgan narsalar, sinfdagi o'qitish metodlarini qatorliqlarni hammasi shu. Endi masalan bizga o'xshash yoshlar bakchi qadlaydi. İnşallah ulan aldırma yazır qo'shilyotdi bizning minimizga, sifimizga qo'shilyotdi. Şu an men bo'lsam bir adam bo'lsin ulgu bo'lsin. Chunki men ulgu bo'lgani, shu menga o'xshash bir Uyg'ur qizi, menga o'xshash bir do'stimiz, bir yosh ma'lumimiz, Abida Shamsiddin degan ma'lum. Men shu ma'lumga ulgu bo'lib, mana hozirga ulashdim. U ma'lumni o'zim kasb o'qituvchi, hozir o'qituvchilik qilib ashlaydi. Türk maktablarda ishlaydi. Mesela men keyin boshqa maktabda ma'lum bo'lsam, cho'qim yana Uyg'ur maktabini gullantirish uchun hozirdan boshlab nechilik to'kib qo'shalsam, kichik tırnaqchilik qilishchilik qo'shalsam, men qilsam voqedan menga o'xshash yana birisi chiqadi degan gapga ishonman. Ashta cho'q umidim. Cho'qim bizning ortimizda agishadiganlar chiqadi. Agar men chiqmagan bo'lsam, men o'tirgan bo'lsam, maktab menga yedirdi. Ammo bolalarimiz chekinib ketdi. Bizning kelgusimiz bo'lmaydi, Uyg'ur tilimiz yo'qotib ketdi. Bir adam qaynab chiqsa, orqadan yana shunga o'xshash chiqadigan fidokorlar. Bu mishal o'rtagan ma'lumlarimiz, mayli yurtdan bo'lsin, mayli nalisatdan bo'lsin, hammasi ularning bolalarini yaxshi tarbiyalashga, masalan, hammasini bolalar Uyg'ur maktabiga berib, opasining qilganini ko'rgashga, ularning kolosini bir Uyg'ur to'g'riliq bir narsa shunda o'rnab ketgan. Inshaalloh bizning bolalarimiz o'qisa, kelgusini bizning bolalarimiz mishal o'rtagan ma'lumlarga o'xshash, nalisat ma'lumga o'xshash bolalardek Uyg'ur desa, men nimishqitray Uyg'urga degan, yo bo'lmasa aytnim shiqitray deydigan shu holat kelsa degan umidda men shu oldimga qarab davomli ilgirlayapman. Inshaalloh o'qishim qismi bundan keyin maktabni tashlab qo'ymay davomli ashuni maktabdan chiqarishgacha maktabda ayrilmayman. Maktabdan chiqarib yetib qolsa sizga ayrim bir maktab qurib bergudeklar alaydir o'yingiz bor ekan. Rahmat Gulnur muallim, ko'p rahmat sizga. O'zingizning qimmatli tajribalaringizni biz bilan o'rtoqlashganingizga rahmat. Tajribalaringiz va metodlaringizni so'zlab berdingiz. Men bu nurg'un narsalarni o'rgangandek, tushungandek bo'ldim, anglab o'tirish jarayonida. Hakikaten bu jarayonda siz ameliyatda ota-onangizning arzusi, o'zingizning arzusidanmi voz kechib bu xizmatni tanlabsiz. Shuni tanlaganga loyiq holatda bir bütün zehningizni berib turib, o'zingizni atab turib qilibsiz. O'zimizni atagan ishdan natija chiqmasligi mumkin emas. Buningki mevalarini, natijalarini
Şu söhbət jarayonidami men ve men qatarlıq ekran oldidagi do'stlarimiz qilib turyotidi deb o'ylayman. Ko'p rahmat Gulnur muallim sizga. Bek xursand bo'ldik gaplarimizni anglash jarayonida. Haqiqatan bek xursand bo'ldik. Biz sizga o'xshash shundoq aktiv o'zini atab turib xizmat qiladigan vatan sevgisi cho'nqur bo'lgan yoshlarga boshqa har qanday vaqtdagidimi bekrak muhtojmiz. Qilayotgan amaliy harakatlardan boshqa hamma narsa ortiq bo'layotgan ortiq bo'ladigan shunday bir vaqtning o'zida eng muhim xizmatni qilish sharafiga biz muyassar bo'ldik deb xushal bo'ladigan bir xizmat ustida turyapsizlar. Sizlarni yana bir qatim tabriklayman. Yani bu program ko'rish jarayonida qimmatli ko'rurmanlardan savollar kelgan bo'lishi mumkin. Men ba'zi bir inkaslarni ko'rdim, ba'zilarini ko'rolmay qoldim. Agarda shu ekran oldidagi do'stlarningki qimmatli ustozlardan so'raydigan savollari yoki taklif fikrlari bo'lsa, naq maydonda uchur yozish orqali inkas rayoniga savollarni qoldirib qo'ysanglar bo'ldi. Hozir naq maydonda ustozlar javob berdi. Ovozim normal chiqyapti-da? Normal. Ovozimiz yaxshi. İnkas menga ko'rinmay qoldi. Men yani biz programmamizni davomlashtiraylik. Programmamizning oxiriga olib qo'ysakmi bo'ldi savolni. Anglashimcha shu sizlarningki ona tili o'qitish ishlariga va Uyg'ur davosi faoliyat harakatlariga yaqindan yordamda bo'lgan Uyg'ur fidoyi onalar guruhi deb bir guruh bor ekan. Shu guruhninki qilayotgan xizmatlari haqida bir qisqacha to'xtalib bergan bo'lsanglar. Marhamat. Men cevap vereyim bununla. Kızlar. Yıldız cevap versin. Oldu. Aldı bilen abaytım neri kelgende gipim üzülüp kaldı ya. Bilmedim oldu üzülüp ketdi. Ben ulanıgıça bir vaqt ötüp ketdi. Gipim neri kelgen unum unutup kaldım hazır. Hem de o gel tekrarlamasam mı bula ha? Nemi deb atkan boğuytuk ki. Kayıt hazır ma bu Gulnur'un sözünden ki benim sözüm devam kılıp gitey. Gulnur'u dəstəb kelgende pidayı bulup katılgan şekli geçidi örü ağameti, boğu ağameti, bu okuğucu meti ya ki apısılan birlik kelgen balımeti de özün sorğandım. Sorsam ben yardım kılıp keldim degen şu vaqt fakat köz aldımdan ketmeydi. Şu vaqtlardan tattıp şu hafta ahırlarda oynayman, uyabiye çıkıman demey mıhtek turup şu mektepte okutuqçılık kılıp keldi. Avazım ağlığınla abaytdım ben bu kızını qoğurak kız deyme şuna. Bunun da kim yaxşı işlep ketidi. Bu cihette hemimizden şendisi kamil. Şunun oxşaş bir türküm pidayı anlarımız burundan tatip bu mektepte mesela ki bu ictimai bu vasıtalar taraqqımığa vaqtlardan tatip bu pidayı anılar battı. Yani kim telefonla bek zamanı verişip ictimai taratqularına taraqqıga yapıp biz bunu gruplaştırıp telefonlarda grupu içip alaqı geldik. Bu mektepteki bu pidayı anılar depli desek mundal anılıp kaldı iken bularning küçü bek zor buldu iken şu. Mesela ki sınıf mektebimizde 106 o'quvchi bor dedik. Hamda cho'ng bir mektep bu. 5 sınıf bor. Bir yilliklarning gapini qilmasaqmi, mush tuvan yilliklarning bolalarga dars kirgan o'qituvchilarning hammasining boshqa qiyinchiligi bor. Agar ikki o'qituvchi kirgan bo'lsa, ikki sinfga bo'lib etdik o bolalarimizni. Cho'qim bir o'qituvchi o bolalarga dars o'tayotganda, yana bir kichik bolalarimizning tuyuqsiz suv ichkisi kelib ketdi, botlikasini unutib qolib, men suv ichaman deydi. Suv ichkini achiqqan meni deydi. Ya bo'lmasa hojat qistab ketgan bo'lsa, hojatxonaga appa deydi. Unda vaqtida o'zing chiqib kir deyishga bo'lmaydi o kichik bolalarni. Cho'qim bir o'qituvchi uning bilan birga chiqib, uni shu ishlarini bitirib bo'lgandan keyin yana qaytarib akirdi sinfga. Shu vaqtlarda shu sinflarga
şu bir pidayı anılar şunçalik lazım bo'lib ketdi. Eng oddiysi deymizgo maslanganda shu kichik bolalarga cho'qim bo'liqi bexatarlik jihatdimi har jihatdan maktablar o'lchamga to'shish kerak deb hozir bu etnik maktablarni bu maktablarga etnik maktab idorasining maktablar qo'yiladigan tuzumlarimi talablarimi yuqorilab ketyotidi. Demak borgan sari maktablarga muntazamlik qarab ketyotidi demdi. Shu vaqtlarda bu onalar roli eng oddiy yerdan boshlandi deyman-ku. Hem teneffüs bo'ldi deganda teneffüsda bolalar o'ynaydi. Tiqilib ketamdi u bolalar. Qaysi bola o'yinni yaxshi ko'rdi, qaysi qandaq ana lazım, shularning hammasini biz fidoyi analardan tayyorlaymiz. Maktabda biror faoliyat bo'lganda biz o'qituvchilar boshqarish komiteti planlaydi. Ondan uni ijro qiluvchilar, ya'ni biz fidoyi analarimiz yugurib yurib, komni baqilib, shu yerda yeydigan ichadigan bo'shlarni tayyor qilib, jügaytim işleriga menip etrafımızda pervanı bu birlikte etmağım. Mesela mektepten halkıgan, mektepmi iştirak kılan, cemaatin iştirak kılan çoğun faaliyetlerde mi? Yenimiz pidayı anlarımız can pidalık bilen şu hizmetlerini kılıdı. Eğer ben ders ötüvatkan bolsam, grupları bilip koyup, ben hem grupları ülgürenmeyime berip körüşke. Sen a gruppaga qarab turgin, men ma gruppini tekshirib turay. Sen yoki sen ma gruppaga ma ishni qilib ber, men mani qilib turay deb turibmi? Eng oddiysi mening sinfimga cho'qim bir ma'lum lozim bo'ldi. Biz ma piday analar qo'shinlaridan yana yosh singillarimizni o'qituvchilikqa da'vat qilyapmiz. Ham ularningki burunqi o'qig'ini qarab, Uyg'ur til saviyasi qarab tanlayapmiz. Shularni hozir o'qiyotidu bir natijasi ularni endi bittaganki maxsus sinflarni beramiz, lekin ularga yana yondosh qilib shu fidoyi analar kirdi. Demak, biz bir xil nim bo'lib ketdi xalqi. Bir-birimizni to'liqlaydigan, bir kam bo'lib qolsa mangmaydigan darajaga bordik-da. Shunga har hafta mushunaqa palonchi kelib masnif kirdi, ikkinchi kirib masnif kirdi deb olmishib turib, bu xizmatning hudisidan chiqyotdi shu xonimlar. Bu yerda men shu yerda mush navbatdan foydalanib fursatni shu fidoyi xonimlarga ko'p rahmatimizni bildiraman. Rahmat Yıldız muallim. Tüende görülmelerinin sualları varken bir neçe sualı bu suallara bir cevap verip ötsek. Bir kıymışımız depti. Sizler şu ata-analar bilen qandaq o'quvchilarning ota-onalari bilan qanday hamkorlik o'rnatdinglar deb savol so'rabdim. Buni Malikzod muallim qolsangiz javob bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Biz maktabdagi barliq o'qituvchilarningki ota-onalar bilan bo'lgan hamkorligimiz asosatan o'xshaydi. Ya'ni shu o'zimizningki sinfida guruhimiz bor shu WhatsAppda. Guruhda so'zlaymiz, haftada berilgan o'tilgan darslarni shu haftadan keyin yoki kechkisi dushanba kunda bizning maktab yakshanba kuni 2 soat 10dan 13 kun 15gacha 2 soat bo'lganlik uchun yoki bo'lmasa kechkisi dushanbagacha bo'lmasa ko'pincha ahvolda yakshanba kuni kechda shu guruhda bugun o'tilgan darslarning mazmuni qisqacha deb guruhga yo'llaymiz hamda ota-onalardan shu kun o'tilgan darsning talabini o'tirib qo'yib ota-onalarga bolalarga yordamlashib topshiriqlarni vaqtida ishlash keyingi soatgacha shu mazmunni o'zlashtirishga yordam qilishini shu ko'proq to'pda deymiz, hatto to'pda degandan keyin olmay qolmasin deb ayrimxonasida so'zlab ota-onalar bilan shu izchil aloqani kuchaytirish orqali shu bolalarningki uyg'ur tilini o'rganishiga natijasiningki yaxshi bo'lishiga tirishimiz endi o'qituvchi bo'lgandan keyin boshqa o'qituvchilarning qanday usuli borki yulduz yoki gumnurlarningki menga o'xshamaydigan usul bo'lsa deb bas bo'ldi. O'rtoqlashmoqchi bo'lsanglar qani marhamat. Zaten qo'llanamiz. Endi ba'zi ayrim ahvollarda men ham ko'pincha ba'zi bir toza bir ko'ngildagidek bo'lmay qolganda sinfda shu o'quvchim bilan masalanki ders anglash jihati bo'lsin, topshiriq jihati bo'lsin, men oldirab ota-onalarga demayman. Degimmi kelmaydi, ularning ko'ngli yerim qig'im kelmaydi rostni desam. Faqat bo'lmaganda deymanki, ularga boshda bolaning natijasini ko'rsataman. Natijasini ko'rsatib, yaxshi gaplarni qilib bo'lgandan keyin tasdiqda endi o'zim
onun ko'ngli og'ritmagan asosda hamda chiroyli usulda ma jihatga diqqat qilsa ma ishni qilayotgan bo'lsa texim yaxshi bo'lib ketadi degandek eng sipoya eng chiroyli so'zlar bilan hamda zıxmı köyməydiğən, kavabmı köyməydiğən usul işlətinə desəm bo'ladi. Lekin o'quvchimning o'ziga cho'qim deyman. Men apamga dadamga demayman bugungi bu ahvolni, lekin sen bilan hal qilaman. Bu ish ikkinchi ko'rilmagan bo'lsa deyman. Anasiga degan vaqtimda ana mushtaq chiroyli usullar bilan deb bu ishni hozirgacha hal qilib kelyapman. Faqat birliqi aramizda mundaq bo'lib qoldik, andaq bo'lib qoldik degan ahvollarni men hozircha anglamadim. Ya men anglamay qoldimmi? Undaq ahvollar ko'rilmadi. Munosabat jihatda biz bu yerda hammamizni bekchiq aralashib, qo'yiq aralashgan bo'lg'achqa hatto ba'zi o'quvchilar meni Yulduz muallim deb, Yulduz appa deb chaqirib soladi. Voy kechiring desa, ishdan bo'lmaydi bolam. Mushta bo'laverdi deyman. Chunki bu o'zimizning jamoatning maktabi bo'lgandan keyin har qancha qilib kelsakmi, normal maktablarga qilgan, boshqa ma'lumlar qilgan muomala qilolmaydi. Bu şu etnik mektepning bir söyümlük tarafi deb o'ylayman. O'z ko'rganlik, ba'zi apa deb sağanlik, aka deb sağanliklari cho'ng ish emas, lekin shu faqat 2 soat vaqtning qadriga yetib, ozroq bir narsa o'rganib, yuqtirib ketsa, kelgan vaqtiga ham bizning vaqtimizga, ham ota-onasining umidiga bir 100 kelar desa degan umidimiz. Shunga asos jihatdan aloqamizni o'zimizning Uyg'urlik yerlik usullari bo'yicha olib ketyapmiz, lekin yaxshi ketyapti. Rahmat Yulduz muallim. Shunchalik yaxshi javob berdingiz. Nayt bir yaxshi usullarni qo'llangan ekansiz bolalarga nisbatan, bolalarning kayfiyatini yaxshi tutishga tirishgan ekansiz. Ichki bir bog'ni yaxshi o'rnatishga yoki ahamiyat beribsiz. Rahmat. Gulnur muallim, xohlasangiz sizmi o'rtoqlashib beramiz? Men bir talabni yuqori qo'yman analarga. Yangi kirgan bo'lsa, uning bilan ayrimmi deyman, ham guruhning ichidami deyman, o'xshashlan. Siz bana moslashmasangiz baloningizdan natijasi chiqmaydi. Men achchig'im bek yomon ota-onalar kelgan vaqtda, ba'zanlari do'stlarim, jixlari, ko'pinchilari yadilarim. Hammasi bilan shu davomli uchrashib turganlar bo'lgandan keyin talabni chin qo'ymaydi. Chunki muntazamlik bo'lmasa, izchillik degan bir narsa bo'lmasa, uni har qancha 2 soat, bizning 2 soat bilan dars o'tish vaqtimiz bor. Abay bir so'rab turib, necha soat dars ishlayapti dedi. Bu 2 soatning ichida derslik mazmunini qarsangiz, ya 40 minut bilan bir narsa chiqadi. Tag'inda o'lta ko'p o'yin o'ynab, uni qilib, buni qilib vaqt o'tib ketganda shu oilada o'tgan mazmun takrorlanmasa, quloq kirib bo'libmi, menasirim kichik sinf bo'lganligi anglab turmasa, esidan chiqdi. Şu an mesela qo'shiq o'rgatgan bo'lsam, yo naqsh o'rgatgan bo'lsam, yo she'r o'qasa, ashni tartib evet demek. Kunda atiganda balonlarni yeslik opog'icha har kun mashinada qo'yishlanmish. Mesela davlat marshinimi o'rganamiz mayli, lekin kunda atiganda yeslik mang'icha uyg'urcha ashni qo'yib tursizlar. Yo bo'lmasa naqshlarni evet demek, uyg'urcha naqshlarni. Mushni atiganda qo'yib tursizlar deb. Bir kichik qizim bor, o qizimni lichir qushqashdek gapirdi. Ash qizim naqshining bir ko'plikni o'rganib qopti. Balki mensin to'liq tushunmaydi, ammo opsi qo'yib bergandan singib ketdi-da, eg'iz shunda to'liq keldi gapga. Shu an men ota-onalarga talabni bekchin qo'ymay, men bilan moslashmasa, kirvilib turib, voy anladingizmi, ishladimmi, qildimmi, etdimmi deb shu. Orqada söylep yürüp olsun mu? Kovlap yürüp. Bizimiz diye geldi ekansiz. Benim kolumda usulüm şu. Çünkü natija çıksın deydiken bizlemez mi? Çünkü hemimizden ballarına yiyiş yok şu muhandikten şundan şunu koydum. Burada yaxşı bu hattı da hem de. İnşallah. Tekrar yaxşı. Rahmat Gulnur muallim. Her bir muallimninki o'zgacha pozitsiyalari bor ekan. Gulnur muallim talabni yuqori qo'yish orqali bir natijaga erishishga bakrak ahamiyat berdi ekan. Bu usulni o'z navbatida haqiqatan bir unumli usul. Rahmat. Savollar ko'p ekan. Yana bir savolga kelaylik. Bu savollardan biri sizlarning o'zinglarning darsliklari bormi deb so'rabdi. Balkim darslik kitoblarning qanday ekanligi haqida ma'lumot olishga o'xshaydi. Shunday bir javob berib o'tgan bo'lsangiz. Şu Yıldız'ın cevap. Ben Yıldız muallim cevap veririm. Siz ya Yıldız muallim cevap Mayli mayli Yıldız cevap versin buldum. Okşar. Gelsin. Yıldız. Ha. Şu yok bizniki her bir sınıfniki muqim undaq
derslik kitap muqum sınıf cuma kitap degan kitap yo'q-ku bizning Uyg'ur tilimizda. Lekin shu bizmi taş almanınki tor betidan foydalanamiz shuniki yangi tarqatilgan nimalarni, mashqlarni besib chiqarib, ko'paytib taqitib, qaysi ma'lumning sinifiga mos kelsa, shu saviyadagi sinfga bir-birimizga yangi yo'llanibdi deb hammamiz ishlatadigandan keyin o tashalmaniki to'g'ri betinichu. Shundan ko'p foydalanamiz ham men degandek bir-birimizga tunishtiramiz yangi usullar bo'lib qolsa. Nima yo'q ayrim muqim muntizim nimamiz yo'q aşağı qo'limizdagi ba elib balaniki kitobidan foydalanamiz ko'proq. Materiallardan faydalanıp ders o'tayotgan bir holatda. Mushu haqiqatan bir cho'ng bo'shliq, ya'ni ders kitob bo'shliq bek cho'ng bo'shliq bo'lganlikdan bir mening xabarimda bo'lishicha bir 2 oy burun bo'lishi mumkin Uyg'ur akademiyasi bir yig'in uyushtirib shu darslik kitob tuzish ishida akademik ishlarimizni taklif qilib bu xizmatni boshladi inshaalloh. Bu bo'shliqni to'ldirilg'usi. İnşallah. İnşallah. Yana bir savol bor ekan. Ya'ni bu faoliyatlarda ishlatiladigan bolalarning kiyimi, undan keyin uningga chuqur bir iqtisod ketidi bir Uyg'ur davası faoliyatlarida ishlatiladigan nurg'un iqtisod masalasi bo'lib bir faoliyat qilsak, bir harakat qilsak, buningda endi sizlar bu iqtisodni qanday hal qilsizlar deb so'rabdi. Yurtuzcu. Yurtuzcu cevap. Ya özanlarına inanlardan çıkaramsızlar ya ki qanday hal qilsizlar degan savol bor ekan. Bayaqi savolimizning oxiriga men ozroq bir ulab qo'ysam darslik haqida, uningdan keyin men savolga o'tib ketaymi? Meni tuvan yilliklarni ichida masalan tash olma, ilibbaning har xil turlari bor-ku. Masalan, vatanda chiqqan ilibbanningmi biz foydalanadigan qimmatli bor taraflardan davomli foydalanamiz. Ichidan ham masalan suzib olib turib, bizga mos kelgan taraflarni ishlatamiz. Masalan, Doppan bulamdı, Seyret bulamdı, bu jurnallarni bolalarga o'qitimiz, o'qib beramiz, ham ota-onalarga mushtari bo'lishga tavsiya qilyapmiz. Uningdan boshqa men o'zimning sinfga kelgan vaqtimda shu marhum ustozimiz Abdullah apandimning Sharq Turkiston tarixi va jug'rafiyasi degan o'smirlar darslik maxsus darslik kirgizdim menchu. Natija bo'ldi, bu qo'llanma darslar yig'izliq aptik bir yozilgan kitobkan, shunda bir ixcham demdim. Bek yaxshi bo'latdi buning önemi. Onunga qo'shib, ondan boshqa darsliklarni shunga o'zlashtirib, jug'rofiya darslari, urf-odat darslari, tarix degandek grammatik bilimlari hammasini az-azdan har bir haftaga bo'lib turib menda o'tyapti menda endi. Hozircha yana bo'ladi endi. Mesela qiyinchilik bor, ba'zi boshqa ketadi, qaysi mazmunni kirgizay deb. Lekin hozirgacha endi hal qilib kelyapti men ham kelyapmiz deb o'ylayman. Hadi kiyim keçeklerde köydüğünler bizim ballarımızdan kiyimler nayet rangdar raylık çıkıp faaliyetlerde anamaylar kiyimleri alaydı. Hem de ekeldirdiğanlar şahsi özür ekeldirdiğanlar var bir yerde. Lekin mektep buluş süptimiz bilen biz bu kiyimlerini, bu lazımlık neslerini şu hükümetten bergen yardım pulu var mekteplerge. Bir yerde mekteplerge yardım pulu berip durup her bir okuğucuğa manç puldan berimiz dep durup okuğucu sanıga etnik mektepini kur, tilini üget, medeniyetini üget dep durup yardım pulu bizge. Şu pullardan işiltini yerlerge özümüzün kimse atanlardan zıgıdığa tutarımız var. Şu pullarını işiltimiz. O başka yine yani bunların ya yaxshi ketyapti retweetlar atılma
hökumətimizmi şu fəsillərə bölüb hökumətdən yardım pullarını berib durubatıdı. Şular bilan əkeldirimiz, ballarımızın kiyimlərimiz rəngdar, məktəb somkalarımız var, dəftərlərimiz var degəndə köpüncə Türkiyəyə əlaqə qılırıq Türkiyə bilan. Rahmet Yıldız Muallim. Nəhayət yaxşı təfsili cavab verdiniz. Bir qiyinişimiz sorğan sualğa mı birlikdə qoşub cavab verib etdiniz deb oylayman. Qiyinişimizningki sorğan sualda ana tildən başqa dərsliklər barmı deb sual sorabdı. Siz başqa dərsliklərni həm özünüzün balağa berib atqanlığınızdan bizni xəbərləndirdiniz. Bu sualın cavabı çıxdı deb qaradım. Görünmənlərdən başqa suallarımı tügəgən bo'lsa mümkün. Bir diqqət berək, qaray. Başqa suallarmı yo'q o'xshaydi. Axırda proqramımızı ayaqlashtirish oldi turyapmiz. Maktablarninki kelgusi qanday planlar bor, ya'ni qanday bir xizmatlarni ro'yobga chiqarishni xohlaysizlar. O'sha haqida bir to'xtalib o'tgandan keyin programmamizni ayaqlashtirsak bo'ldi. Aytdi bir qizg'in holatda davomlashyotdi bo'lsa programmamiz texmi uzun bo'lsa texmi ko'p manfaatini olaymiz, ammo vaqt munosabati bilan shu savoldan keyin programmamizni ayaqlashtirgan bo'lsak. Yulduz muallim javob berib o'tgan bo'lsangiz. Men javob beraymi? Qani Malikzod javob bersinmi buningga? Men javob berishni xohlasa, Malikzod muallim javob bersangiz xohlasa. Mayli, shu maktabimizning kelgusi plan to'g'riliq savolga shu birinchi cho'ng planimiz biz maktabni hozir bu Janubiy Avstraliya ma'rif idorasidan shu 12-sinfni bitirgan bolalarga beradigan 12-sinfni bitirdi deb beradigan guvohnomani berish uchun bolalarninki natijasini hisoblagan vaqtda eng oxirdagi shu umum natijasiga qo'shib beradigan o'zining tanlagan fanlarga asosan qo'shib beradigan bir nomerlar bor. Shu nomerga qo'shgandan keyin shu ma'rif idorasininki talabiga yetgandan keyin shu tanlagan fanlarda layoqatli bo'lgandan keyin ondan 12-sinfni bitirdi deb guvohnoma berdi. Endi bizningki maktabning plani Uyg'ur tilini Janubiy Avstraliya ma'rif idorasininki shu sistemadagi qo'shimcha nomerni oladigan sistemasiga kirgizish. Hozir Yulduz ikkimiz shu ortiq nomerni elish uchun shu bolalarga shu nomerni beradigan ham bolalarni baholab shu bolalarni layoqatlik yoki nomer berilsa bo'ldi yoki berilsa bo'lmaydi degan baholashga layoqatli o'qituvchi bo'lish uchun Yulduz ikkimiz kurs o'qiyapmiz. 5-oyning 10'i boshlangan bu kurs 7-oyning 4'i oxirlashadi. Biz bu kursni bitirgandan keyin ondan ma'rif idorasiga iltimos qilsak, bizning Uyg'ur tili Janubiy Avstraliya ma'rif sistemasida shu ortiq 20 nomer beriladi ekan, ya'ni bu 20 nomer ikki bosqichga bo'lib beriladi ekan. Birinchi bosqichda 11-sinfda boshlandi ekan. Ikkinchi bosqichda 10 nomerning 12-sinfda berildi ekan. Ya'ni bu jarayonda prior learning recognition deydigan bir so'zi bor. Ya'ni bu degan gap bolalarni o'ziniki biladigan bilimiga asosan uni e'tirof qilib turib nomer qo'shimcha nomer berdi. O chaqda bu xuddi bizning vatanda esinglarda deyman. Vatanda o'zi Uyg'ur yoki qozoq milliy boshqa millat bo'lsin, ammo Xitoy maktabida o'qigan, Xitoy tili o'qigan, hanzi tili o'qigan bo'lsa, u oliy maktabdagi o'qish bitirgan nomerga 10 nomer qo'shilgan o'xshashlam ish. Ortiq 20 nomer qo'shiladi Uyg'urchani biz ma'rifninki sistemasiga kirgizsak. Shunlashqa shuningga bitiryapmiz 7-oyda bitirsak, uni iltimos qilsak tasdiqlanib tushgandan keyin shu ma'rifning butun sistemasidagi talablar bo'yicha mangsa bu iltimoslar tasdiqlanib yil oxirida kelar yilda bu yil oxirida ulgurmasligi mumkin. Endi planimiz shu kelar yil oxirida 12 sinfni bitirgan bolalarning qo'liga
12 sınıfını bitirdim degan guvohnomani berish uchun aladigan umum nomerga 20 nomer ortiq qo'shib beradigan shu programmaga kirgizish. İkinci çoğun planımız balalarnınki hazırki o'qituvchi balalarnınki aşı seviyesini yoki balalarnınki Uyghur tilini öğrenişiga texim qulaylik yaratish uchun o'qituvchilar qo'shonimizni ko'paytirishni planlayapmiz. Hem bu qo'shonini zo'raytirish orqali balalarning Uyghur tili öğrenişiga albatta yardım beradiganligiga ishonamiz. Hem shuning uchun shu kerakli rasmiyatlar, kurslarni tunishtirib, evatib ma'lumlarga yulduzni yaxshi epmag'adi uni bizning alq ma'muriyat ishlaydigan qizlarmi o'zaro hamkorlashib qiladi buningdagi shu ma'rifga mas'ul shu kurslarni munosabatli kurslarni o'rlashtirgan ma'rifning odamlar bilan aytdi. Yaxshi aloqa bilan qilamiz shu ishlarni. Uchinchisi, andan kelar mavsumdan boshlab do'ppi kurjikini etishni o'ylashyapmiz. Bizga shu do'ppi nima dab, kechiringlar, dab. Dab chelishni o'rgatish kurjikini etishni o'ylashyapmiz. Kelar mavsumdan boshlab bizga shu dab bolalarga dab o'rgatadigan ma'limizniki biraz aldırış bo'lib qolganlik sababdan boshlayapmiz hozirgacha. Kelar mavsumdan boshlab qilgan bo'lsa, shu ustoz bilan aloqalashib turib, bo'ladi men tayyor bo'ldim degan vaqtdan boshlaymiz. Dablar tayyor, qiziqadigan bolalar o'zining ismlarini tizimlab qilib bo'ldi. Andan keyin oxirgi planimiz hozirgacha davomlashyotgan bizningki usul kurjiki parti burundan tashkilnur etmag'atdi qizlarga usul o'rgatib, ashta faoliyatlarda o'ynatib mangattık. Anda şu usul kurjikimizni texmo tertip selish ve her vaqt tasodif bir yoki tuyoqsiz bir ishlar, faoliyatlar bo'lib qolsa, tayyor holda chiqib o'ynab bera oladigan maktabga vakolatdan, jamiyatga vakolatdan nomer o'rlab bera oladigan holatda shunday usul o'rgatib menish ham uni tertib selish, texmo rivojlantirish planimiz bor. Shu asosda. Güzel ma'lum rahmat. Güzel planlarınlarının ro'yobga chiqishiga İnşallah. tilayman. Amin. Programmamiz intayin qizg'in bir jonliq shaklda davomlashdi. Biz bilan birga programmamizga ishtirok etgan qarindoshlarimizmi nihoyatda yaxshi taklif fikrlarni va baholarni berish bilan birga o'zining rahmatlarini bildiribdi. Bunun o'zi bu bir bizningki xalqimizning bu ishni nihoyatda bir yaxshi, shunchalik bir qo'llab qilayotganligining o'zimi bu ishning bir ya'ni muvaffaqiyatlardan bir qismi. Ya'ni bizning texmi bir ruh elishimizga, bu ishni texmi davomli holatda davomlashtirishimizga, texmi tirishchilik ko'rsatishimizga sabab bo'lgan bir omillardan deb qaraymiz. Hurmatli ustozlar ve ekran oldidagi qarindoshlar, qimmatli vaqtinglarni chiqarib programmamizga ishtirok qilib berganlar uchun chin ko'nglimizdan rahmatimizni bildiramiz. Antil Gulzari sayfimiz yana davomli sizlarning xizmatinglarda bo'ldi. Kelarki san programmamizda ko'rishaylik. Hammalarni Allohga topshirdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Bo'ladi, Xudoyimga omonat. Allohga omonat. Faoliyatlarda yaxshi ko'rishamiz. Allohga omonat qo'ysin. Allohga omonat.